Qizlar, men hozir nostalji bo'ldim. Hamma bilgan, hamma tanigan, sevgan Oriflame narsalardan zakaz qildim. Shunaqa zo'r keldi. Ishonasizlarmi, даже mengacha sovg'alar ham qo'shib yuborishibdi. Qaranglar, men barakali o'sha teri quritib yubormaydigan Oriflame sovunlardan zakaz qildim. Esinglardami, yoshligimizda Oriflame kosmetichka narsalar sarpamizda bo'lmasa hisobmasdi. Yillar davomida sinalgan, kачествоsi zo'r hitlari takovani вообще hozir shotdanchi hidlari kelib turibdi-da qizlar. Esinglarda bo'lsa, yaqinda Oriflame kompaniyasi festivalda qatnashgan edi. O'shanda birinchi brend kosmetikalarning ichida birinchi o'rinni olganda men aytdim, baribir Oriflame meni necha yillardan beri, men kichkina qiz bo'lib yurganimdan beri ishlashsa, baribir o'sha brend dedim, birinchi o'rinni olishgan edi. Sovunli вообще barakali, bu yerda soch uchun o'xotli zakaz